Abi, srochniy narxlarda 125 mingga 10 sotili uchastka sizga ko'rsatmoqchiman. Lokatsiyamiz ham juda ham yaxshi, bu yoq taraflari havolari ham juda ham insoniyatga foydali zamon bo'ladi. Toshkent shahar Yunusobod 3 qahramon postini bilsangiz, 3 qahramon postidan 4 kilometr kirib kelganingizda, Baraka marketning yonidan asosiy yo'ldan bor yo'g'i 400 metr ichkariga kirganimizda, mana bizning uchastkamizda sotuvga chiqdi. Fasadimizda 19 metrga 52 metr ichkariga uzunasiga kirib kelyapti. Keling, birgalikda ko'ramiz. Bunaqa uchastka, bunaqa sotugi bilan remontlari ham bor, kirib yashaydigan 125 mingga hech qayerda topa olmaysiz. Kirishimiz bilan mana mashina olib kirsak bo'ladi. Navesimiz bor, tapchani qo'yilgan. Mana hovlini kattaligini qarang. O'zingiz uchun ideyalar, landshaftlar, mamtga yozgi oshxonalar, gazonlar, daraxt, archalar, voy, вообще juda ko'p narsalar qilsa bo'ladi. Qarang, bu yoq tarafda mana devor agarodit qilingan, mana bu yoq tarafimizda ham juda ham ko'p yer bor. Mana shu past tarafga ham bemalol ikkita uchastka solsangiz bo'ladi. Dalnishim farzandlar ko'payib qolsa, bitta joyda 3 ta uchastka qilsangiz bo'ladi. 10 sotuv fasadimizda 19 ga 52 metr bor. Yana bir marta aytib o'taman. Bu uchastkamizning narxi 125 ming. Srochniy aloqaga chiqishingizni so'rayman. Endi uy ichiga kirsak, ichida remontlari ham bor. Tayyor kirib yashaysiz. Marhamat. Bu uchastkamizda, bu mahallamizda kanalizatsiyasi ham mavjud. Kattagina hol, oshxona to'g'riga kelib ketadigan bo'lsa, xonalarga bo'lingan va o'zini sanuzel совмещенный. Mana o'ng tarafimizda gostivoy, детский, kladovka, spalniy, bu yoq tarafimizda bizda sanuzelimizni ko'rsangiz ham juda ham bag'ri keng kattagina qilingan. Qarang, Yunusobod shahar ichida 3 xonali, 4 xonali uy olarmi deysiz 125 mingga yoki 5 xonali tayyor kirib yashaydigan uchastkamizni 10 sotuvli yeri bilan zo'r lokatsiyada o'zini kanalizatsiyalari ham mahallada mavjud. 125 ming. Srochniy aloqaga chiqing.